kunlarda homilador ayollarda haroratning 1 gradusga ko'tarilishi ham homilaning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'ladi. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, havo harorati 30 gradusdan yuqori bo'lganda homilador ayollarda qon bosimining oshishi kuzatilishi mumkin bo'lar ekan. Bugun klinikamizga bemor murojaat qilib keldi. 35 haftalik homiladorlik va issiq ob-havoda 10 daqiqadan ko'proq miqdorda yurgan va natijada bosh og'rig'i, bosh aylanishi va charchoq hissi bilan bizga murojaat qilib keldi. Bemorimizda Doppler tekshiruvi o'tkazdik va tekshiruv o'tkazganimizda ona va bola o'rtasidagi qon aylanishining yengil darajadagi buzilishi aniqlandi. Va bemorga biz tavsiya berdik, qonning quyuq va suyuqlik darajasini aniqlash va qonda gemoglobin miqdorlarini aniqlash va hamma ko'rsatkichlarni birlashtirgan holatda bemorga kerakli tavsiyalarni berdik. Homiladorlar haqidagi yana ham qiziqarli ma'lumotlarni bilmoqchi bo'lsangiz, bizning sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.